Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Rubio diplomatik xushmuomalalik pardasini butunlay yirtib tashlab, biz inson tarixini e'tiborsiz qoldirib, xalqaro huquq va tinchlik doimo ustuvor bo'ladi deb xato qildik. Bu xavfli illyuziya edi degan so'zlari G'arbning yillar davomida boshqa xalqlarni bo'ysundirish uchun ishlatgan demokratiya va inson huquqlari niqobini o'z qo'li bilan yirtib tashlashidir. 1963-yilda Ewald Heinrich von Kleist tomonidan asos solingan Myunxen xavfsizlik konferensiyasi dastlab mudofaa sohasidagi davlatlar uchrashuvi sifatida tashkil etilgan bo'lib, uning asl strategiyasi Ikkinchi jahon urushidan keyingi sovuq urush davrida G'arbiy ittifoqchilar o'rtasidagi harbiy rejalarni muvofiqlashtirish va kapitalistik davlatlar manfaatlarini himoya qilish uchun maxsus maydon yaratish bo'lgan. O'nlab yillar davomida ushbu konferensiya G'arb mafkurasining global strategik kompasi vazifasini o'tab keldi. Biroq shuni teran anglash lozimki, bu kabi anjumanlar hech qachon musulmon dunyosi yoki Markaziy Osiyo kabi mintaqalarning haqiqiy manfaatlari uchun xizmat qilmagan. Aksincha, ular G'arbning o'z hukmronligini niqoblash va boshqa xalqlar ustidan nazorat o'rnatish mexanizmi bo'lib kelgan. 2026-yilning fevral oyida Bayerischer Hof mehmonxonasida bo'lib o'tgan 62-chi Myunxen konferensiyasi esa bu haqiqatni har qachongidan ham ochiqroq namoyish etdi. Bu yilgi tadbir G'arbning yillar davomida ishlatib kelgan tinchlikparvarlik niqobini uloqtirib, kuch ishlatish orqali yangi dunyo tartibini o'rnatish va o'z ichki ziddiyatlarini boshqalar hisobiga hal qilish istagini ochiq e'lon qiluvchi minbarga aylandi. Aynan mana shu minbarda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Marko Rubioning nutqi konferensiya tarixidagi eng keskin va fikriy e'tiroflarga boy chiqish sifatida yangradi. Rubio diplomatik xushmuomalalik pardasini butunlay yirtib tashlab, dunyoni tinchlik va xalqaro huquq haqidagi puch xayollar bilan aldash davri tugaganini, milliy manfaatlarni global tartib bilan almashtirish g'oyasi o'zini oqlamaganini va bu katta xato bo'lganini ochiq tan oldi. Uning biz inson tarixini e'tiborsiz qoldirib, xalqaro huquq va tinchlik doimo ustuvor bo'ladi deb xato qildik. Bu xavfli illyuziya edi degan so'zlari G'arbning yillar davomida boshqa xalqlarni bo'ysundirish uchun ishlatgan demokratiya va inson huquqlari niqobini o'z qo'li bilan yirtib tashlashidir. Rubio Amerikaning zaif ittifoqchilarga toqati qolmaganini, chunki bu Vashingtonni ham zaiflashtirishini ta'kidlab, Yevropaga nisbatan ochiq bosim o'tkazdi. Bu e'tiroflar shuni anglatadiki, Vashington endi xalqaro qoidalar yoki ittifoqchilarning andishasini qilib o'tirmaydi, balki o'z manfaatlari yo'lida har qanday shafqatsiz choralarga tayyor. Biroq bunga javoban Yevropa ittifoqining oliy vakili Kaja Kallas uyg'ongan Yevropa sivilizatsiyaviy yo'q bo'lish xavfi ostida emas deya Amerikaning yangi milliy xavfsizlik strategiyasiga e'tiroz bildirdi. Ushbu global bahslar fonida O'zbekiston delegatsiyasining ishtiroki ham o'ziga xos bir achchiq haqiqatni ochib berdi. Garchi O'zbekiston xalqaro maydonda dunyo taqdirini belgilovchi ta'sir kuchiga ega mamlakat bo'lmasa-da, uning bu anjumandagi ishtiroki G'arbning Markaziy Osiyo mintaqasiga bo'lgan strategik ishtiyoqi va mintaqa davlatlarining katta kuchlar to'qnashuvi orasida omon qolish ilinjini ifodalaydi. Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidovning Markaziy Osiyo davlatlari muammolarini tinch yo'l bilan hal qilishning namunasini ko'rsatayotgani haqidagi gaplari Rubioning xalqaro huquq illyuziya edi degan tahdidlari qarshisida naqadar vaznsiz ekanini ko'rsatadi. Bu ishtirok shuni anglatadiki, musulmon o'lkalari o'zlarining mustaqil mafkuraviy loyihalariga ega bo'lmas ekanlar. Ular faqat katta kuchlarning strategik o'yinlaridagi vosita bo'lib qolaveradilar. Kansler Friedrich Merz Myunxenda boy berilgan va isrof qilingan yetakchilik haqida gapirib, Ikkinchi jahon urushidan keyingi tartib endi mavjud emasligini, dunyo katta kuchlarning shafqatsiz va oldindan aytib bo'lmaydigan raqobati davriga kirganini tan oldi. U Yevropaning erkinligi endi o'z-o'zidan ma'lum narsa emasligini ta'kidladi. Germaniyaning mudofaa xarajatlarini 5% gacha oshirishi va Fransiya prezidenti Makronning Yevropa uchun yangi yadroviy zontik qidirishi G'arbning endilikda faqat qurol kuchi bilangina omon qolishga urinishidir. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksenning Grenlandiya ustidagi Amerika tahdidlarini qizil chiziq deb atashi esa ittifoqchilik aloqalarining
naqadar yemirilganini ko'rsatdi. Trampning Grenlandiyani kuch bilan nazoratga olish istagi o'zgarishsiz qolgani ittifoqchilar o'rtasidagi ishonchni butunlay yo'qqa chiqardi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen esa Yevropaning o'zaro mudofaa to'g'risidagi 42-7 moddasini qayta jonlantirish vaqti kelganini aytib, Yevropani 800 milliard yevrolik mudofaa dasturiga chaqirdi. Bu Yevropaning Amerikaga bo'lgan strategik qaramlikdan chiqishga bo'lgan umidsiz urinishidir. G'arb uchun alyanslar, ittifoqlar azaldan mafkuraviy niqob bo'lib kelgan bo'lsa, bugunga kelib ular har qanday pardadan voz kechib, sovuq manfaat ustiga qurilgan vaqtinchalik bitimlarga aylandi. Ilgari G'arb o'z geosiyosiy maqsadlarini muqaddas va'da va umumiy qadriyatlar degan balandparvoz da'volar ostida taqdim etardi. Endi esa bu niqoblar uloqtirilib, ittifoqlarning sof tijoriy va pragmatik tabiati yuzaga chiqdi. Myunxenda yangragan fikrlar shuni anglatadiki, endi har bir sherikka faqatgina bizga nima foyda keltiryapsan degan mezon bilan qaraladi. Manfaat tugagan joyda esa muqaddas va'da haqidagi safsatalar o'z-o'zidan kuchini yo'qotadi. Bu holat kapitalistik mafkuraning eng katta zaifligini, uning hech qachon sobit axloqiy poydevorga ega bo'lmaganini va faqat moddiy foyda ustiga qurilganini fosh qildi. Ittifoqchilik tizimi ilgari himoya kafolati sifatida reklama qilingan bo'lsa-da, bugun u kuchli davlatning o'z sherigini mustamlaka qilish yoki bosim o'tkazish vositasi sifatidagi asl qiyofasini namoyish etmoqda. Hizbut Tahrir siyosiy partiyasining asoschisi Alloma Taqiyuddin Nabahoniyning Islom nizomi kitobidagi mafkuraviy tahlillar nuqtai nazaridan qarasak, Rubioning kuchga tayanishi, Mertsning tartib tugaganini tan olishi va Yevropaning yadroviy dovdirashi kapitalistik tizimning inqiroz holatidagi turli ko'rinishlaridir. Muallif ushbu asarida kapitalistik mafkuraning inson tabiatiga zid ekanini va uning poydevori faqat manfaat ustiga qurilganini asoslab bergan. Bugun Myunxenda guvohi bo'layotganimizdek, kapitalizmda qo'shtirnoq ichidagi xavfsizlik bu o'zlaridan boshqa hech kimning haq-huquqini tan olmaslik va boshqa millatlarni o'z foydasiga ishlatish demakdir. Biri kuch bilan o'z hukmronligini saqlamoqchi bo'lsa, boshqasi G'arbning mafkuraviy bankrotligini fosh qilmoqda. Dunyo bugun hech qachon bo'lmagan darajada Xoliqning vahiysiga asoslangan, insonni nafs qulligidan va kuchlilar diktaturasidan ozod qiladigan haqiqiy islom mafkurasiga muhtojdir. Kapitalizm Myunxenda o'z ittifoqchilariga ishonchsizlik bildirib, dunyoni yangi urushlar va yadroviy avanturalar bilan parchalayotgan bir paytda haqiqiy najot faqat mustahkam va adolatli ilohiy nizomda ekani yanada oydinlashmoqda. U nizom esa islom nizomidir. Zero Myunxendagi bu e'tiroflar va o'zaro ayblovlar botilning o'z zaifligini tan olishi va haqiqatning kelishi yaqin ekanidan dalolatdir. Alloh taolo marhamat qiladi. Va qul ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayting, haq keldi va botil yo'q bo'ldi. Chunki botil yo'q bo'lguvchidir.